Hamzat va Strickland dahshatli jang. Odamlar buni uzoq kutishdi, lekin bu yerda ko'proq qo'riqchilar kerak bo'ladi. Hamzat bezori, shuning uchun yengilroq jang qidirib, yarim og'ir vaznga o'tmoqchi edi. Agar Hamzatga qarshi Hernandez bilan urushgan, o'sha Strickland chiqsa, mana buni titul jang desa bo'ladi. Ha, Gard ham titul jang ham ajoyib. Hammamiz uzoq kutdik. Strickland oxirgi jangida ajoyib ko'rindi. Qanday o'ylaysan? Qancha qo'riqchi kerak bo'ladi? Fikrimcha juda ham ko'p. Kuchaytirilgan soqchilar olishga to'g'ri keladi. Chunki Strickland aqldan ozgan, lekin uni o'z imkoniyatiga loyiq. Chunki uni Hernandez bilan nima qilgani shunchaki aql bovar qilmaydi. Qanday finish, o'sha tiza zarbasi, la'nati o'ziga birinchi raqamli da'vogar joyini naqd qilib oldi. Lekin aytganlaridek orzularingga ehtiyot bo'l, chunki Hamzatdan kuchli zarba ham, submissionlar ham bor. U mag'lubiyatga uchramagan, endi esa unda yuqori tempdagi 5 raundlik kardio ham bor. O'tgan safar Duplessis bir tomonlama jangda mag'lub qilgandi. Xullas qiziqarli jang. Hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top kliplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshatm deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. San Antonio Hernandezni mag'lub qilding. Uni divizionni bugimen deyishardi. Uni Chimayev bilan jang qiladi deb o'ylashgandi o'shanda. Oxir-oqibat men hali ham dunyodagi eng zo'rlardan biriman. Qandaydir qop meni patrga o'tkazib qo'yishi aslida juda ham qiyin. Jangda 1-2 marta uni ushlaganimda hatto o'zim uni yiqita olaman deb o'ylab qolgandim. Lekin keyin o'ylab qoldimki, bu narsa nima uchun kerak? Undan ko'ra stoykada uchganim menga yaxshi. Lekin u jang boshida san oyoqlaringga tashlanmadi. Sen uni o'z o'yiningga torting va ayyorlik qilding. Yo'q, bilasizmi, gap aslida nimadaligini aytaman. Men dunyoning eng zo'r greplerlari bilan shug'ullanganman. Nazarimda u urinib ko'rdi va bor deb o'yladi menimcha. Va o'shanda klinch o'zidayoq meni kurasha olishini his qildi. Agar u men bilan kurasha olsa, bor kuchini yo'qotadi va bu uchun juda ham halokatli bo'ladi. Bilasanmi, san tarixing bor. Sen Hamzat bilan to'qnashgansan. Ishkallar va janjallar bo'lgan. Jangingiz pishib yetilgan aslida. Ha, bu qanday bo'lmasin katta jang. Men hali ham o'ylaymanki, Chimayevni yenga oladigan yagona odamman. Shu bilan birga kurashchi sifatida Hernandez undan yaxshiroq deb hisoblayman. Stil va tempni hisoblasak, 5 raundlik jangda Hernandez kurashda Hamzatdan ustun. Garchi stoykada qarorgacha yetib borish mumkin bo'lsa ham. Bilmadim, to'g'risi. UFC va Chimayev o'rtasida qanday munosabatlar borligi menga aslida qorong'u. Ular bir yilda bir marta jang qiladigan, yigitdan ro'k yulduz yasadlar. Bilmadim, o'sha diktator unga qancha million bergan ekan. Nima keragi bor unga jang qilib? Uni eng yaqin do'sti prezident. Unga buni keragi yo'q. Shundoq ham Gelent vagenlar sovg'a qilishmoqda. Tushunmoqdamisan? Shunday holatga aslida bir odam kamar bilan shunchaki o'tiribdi. To uni jang qilishga majbur qilishmaguncha va o'zi bu narsani unchalik xohlamayapti. Shuning uchun Nasruddin bilan ismi nima edi u bolani jang qilishni xohlamadi. Ya'ni uni bahonasi men o'z birodarim bilan jang qilmayman. La'nada, bu sport bunday ishlamaydi, Hamzat. Tushunmoqdamisiz? Bu qanaqa bema'niligi bo'ldi aslida? Borib jang qil. Men shunday tushunaman. Balki xotir o'ta vazn shunday tuzilgandirki, kamar uchun jang qilgandan ko'ra jang qilmasang ko'proq pul topasan. Chimayev Twitterda yarim og'ir vaznga o'tishni xohlayotganini yozdi. Yigit shunchaki masxarabos va o'ziga shunday narsani yeb ko'radi va o'zini ham shunday tutadi. Nima deyish mumkin? O'rta vaznda bitta jang o'tkazib, oson jang uchun vazni o'zgartirmoqchimi? Bilsam, u birinchi marta bunday qilmayapti. U oson janglar olish uchun vazni ko'taradi. U tushunmoqdaki, yarim og'ir vaznda kuchsiz raqiblar ko'p bo'lgan vaqt bor edi. Kamarni osongina qo'lga kiritish mumkin edi. O'rta vaznda birorta ham himoya jangi o'tkazmay turib, yarim og'ir vaznga sakrab o'tmoqchi bo'ldi. Sen Hamzatni jangga chaqirganingda go'yoki u sen bilan urushishni xohlamayotgandek tuyuldi. Nima deb o'ylaysan, aslida shundaymi? Ha, bilasanmi, bu 100% buni hamma sezdi menimcha. Bu yigit shunchaki bezori, maktabdagi bezori, bolalarga o'xshaydi. Aslida men ham o'zimni shunday tutishni yaxshi ko'raman. Lekin faqat kuchli raqiblarga, eng zo'rlarga nisbatan. Francis Ngannuni birinchi marta ko'rganimda, darhol u bilan sparring qilishni xohlagandim. U shunchaki odamni qo'rqitib yuboradigan ulkan afrikalik. Men u bilan kuch sinashni istadim. Shunchaki u barzangi katta bo'lgani uchun va men qandaydir kichkina va mayda yigitni urishni xohlamadim. Ha, albatta shunday holatlar bo'ladiki, bir rekordli yigit keladi. Yangi boshlayotgan. Uni yaxshi deb aytishadi. Keling 3 ta qattiq raund o'tkazamiz deyman. Lekin Chimayev unday emas aslida. Unga boshqa narsa kerak emas. Umuman hech narsa bilmaydigan yigitni do'pposlay ham oladi. Shunchaki uni burab uloqtirib kaltaklashni yaxshi ko'radi.
Internet tarmoqlarida hatto mani Chimayevga bularni barchasini yuziga aytayotgan videoim ham bor. Bilasam, o'zini eng zo'r deb biladi. Lekin shu bilan birga UFC'da umuman uni o'rni yo'q. Shu 3 rekordli yigitni kaltaklashni xohlaydi, o'zini kuchidan ustunlik olishni xohlaydi. Bu bolachani bunday kaltaklab nima keragi bor? Umuman senga teng emas. Sen shunchalik zo'rsan. Sanda endi ikkita man borman. Saydi bor. Zalda qattiq sparring qilish mumkin bo'lgan yigitlar to'la edi o'shanda, lekin sen o'z egoingni qondirish uchun eng kuchlini tanlading. Va bu qandaydir bema'nilik, ahmoqlik va zaiflik. Strickland 25 daqiqa davomida Hamzatni takedowndan himoya oladimi? Bilmadim. Lekin men sizlarga shuni aytaman, agar Hamzatga qarshi Hernandez bilan jang qilgan o'sha Strickland chiqsa, Hamzat uchun bu juda ham og'ir jang bo'ladi. Nega deb so'raysizlarmi? Chunki Adesanya ham o'zining karyerasini cho'qqisida bunday Strickland bilan nimadir qilish qiyin bo'lgan. Tbilisi bilan jangda Strickland biroz e'tiborni yo'qotgandek tuyuldi. O'ziga o'xshamasdi. Buni harakatlaridan, turishidan yaqqol ko'rinib turgandi. O'ziga ishonmadi. Hatto uning murabbiylari ham undan hafsalasi pir bo'ldi aslida. Ular o'sha tunda uni o'ziga o'xshamasligi uchun ko'p sabablar bor edi. Lekin Hernandez bilan bo'lgan bu jangda xuddi o'sha chempion bo'lgan oldingi Stricklanddek ko'rindi.